bosh qismini ko'rinishi, rentgen qilishgan bosh qismini ko'rinishi. 여기 하얗게 보이는 게 출혈입니다. Mana bu oq ko'rinib turgan narsa mana shu yerda qon qotib qolishi, mana shu yerdan nima deydi? Qon yoyilib ketish mana shu yerdan boshlangan debdi. 이 출혈이 있고 이 출혈로 인해서 머리 안에 압력이 많이 높아진 상태예요. Qon bosimi kuchaygan sari boshida boya og'riq paydo bo'lib, o'sha yerdan nima deydi? Qon ketish doimiy bo'lib turgan. 이제 머리 안에 압력이 높아지다 보니까 머리에 피를 공급하는 혈관이 울리게 되고, 그래서 머리, 뇌 전체에 피가 통하지 않는 뇌 경색이 전체적으로 와버렸어요. Buni aytish bo'yicha o'sha boya birinchi qon ketgandan keyin miyani nima deydi? Davolab bo'lmaydigan joylarigacha o'tib ketganda juda nima deydi? O'zi boshida operatsiya qilib bo'lmaydigan joydan boshlanib, u yana kuchayib, yoyilib tarqalib ketgan hamma joyga. 그래서 이제 왔을 때 의식 상태가 중요한데, 가장 건강한 상태가 5, 가장 안 좋은 상태가 1이라고 했을 때, 지금은 1의 상태로 우주로 왔었고, 가장 마지막에 사라지는 게 이제 눈에 이물질이 들어갔을 때 눈을 감는 반사인데, 그것마저도 사라져 있는 상태였습니다. 이거 좀 간단하게 좀 이거 다시 말씀해 주실 수 있을까요? 그러니까 혼수 상태이고, 그 다음에 이제 여러 가지 검사를 했을 때 뇌사 상태예요. 그러니까 이 뇌가 죽은 브레인데스 상태였습니다. Bosh qismida qanaqadir boya bu ishda ham endi bizani bilishimiz bo'yicha ishda ham ozroq maza sifatib qayd qilgan paytlari bo'lgan ekanda, o'sha qayd qilgan paytda boshida qon bosimi ko'tarilganining sababiga miyada qon tomirlari yorilishi yuzaga kelganda, u keyin nima deydi, tez yordamga xabar berilib, tez yordam buni olib ketaman deguncha ham yuragi to'xtab qolgan, massaj qilib olib kelishgan. O'shanda ham hech qanaqa qimirlash yoki nima bo'lmaganda sharob o'g'lida juda ham nima deydi, kutgan paytlar boshqa bo'lgan paytlar miyaga qon haydab yoyilib ketgan. 네, 지금 상태는 혼자서 숨을 쉴 수 없고, 그리고 Hozir 혼자서 o'zi nafas ololmaydi. Faqat apparatda qilyapti. 그리고 심장 혈압도 혼자서 유지를 못해가지고 쓸 수 있는 약을 사실 허용치 이상으로 쓰고 있습니다. Bulutlar bormi axir? Bulutlar. Yuragini o'zi ham qimirlamayapti debdi-da. Apparat bilan qimirlatib turib, qon haydashga kuchi yetmayapti yuragini debdi. Pulslar bo'ladi, Ruslan nima urgandan yurakda qamishgan yuraklar pulslar bormi deyman axir. Puluslari yuragini o'zi unga kuchi yetmasa, Sunniy bilan qo'yganmiz hammasini deb. Keyin aytish bo'yicha hozir qo'limizdan kelgancha harakat qildik. Ishlatilmaydigan dorilarni barchasini ishlatib bo'ldik. Hammasini ishlatdik, dorilarni qo'ldan kelganimizcha debdi-da. Bu siz kelmasingizdan oldin ham bularni 2-3 marta chaqirdi. To'xtatishga to'g'ri kelyapti. Hozir yuragi to'xtab qolyapti. Biz apparatga massaj qilamiz. 20 daqiqa, 30 daqiqa massaj qilamiz. O'ziga kelmasa, ularni ham to'g'ri qilamiz. Apparatga to'g'ri keladi degan boshqa iloji boricha sizni qachon keladi. endi har qanday yosh bola emasmiz, hammamiz ham mo'jizalar ko'p eshitganmiz. Nechta shunaqa kasallar 2 oy 60 kun deganda oyoqqa turib ketganlar ham bo'lgan. Kimnikidir bir 10-15 kun, 20 kun shunaqalarni ham ko'p ko'ryapmiz, eshityapmiz. Yon qo'shnimiz, narigi mahalla, har joyda, rayonda, har joylarda shunaqa kasallar eshityapmiz. Doktorlarda kerak bo'lsa, men bu yoqqa kelishdan oldin, bir kun oldin nevropatologlar oldiga bordim o'zimizda. Doktorlardan maslahatlarni oldik.
to'g'ri, boshga qon quyilgandan keyin ukollar bilan yuvish nimasi bilan ba'zilarini operatsiya qilish orqali davolanganlar anchasi bor debda. Bu Shahzod o'g'liga operatsiya qilishni iloji yo'q deb. Birinchi hushidan ketib, chanishmagan. Birinchi hushidan ketib, uyda yiqilgan payti tez yordam kelib, eng yaqin kasalxonaga olib borilganda, eng yaqin kasalxonaga olib borilgan. Ular ham boshida bilishmagan nima bo'lyapti. Yuragi to'xtab qolgan, massaj qilib o'ziga keltirib, rentgen qilib, ketin bilishganda buni katta kasalxonaga ma'lumotlarni tashlashgandan keyin bular ma'lumotlarni ko'rib qabul qilolmaymi, o'zi operatsiya bo'lmaydigan darajaga kelgan deyishdida. Keyin bular sheriklar bilan hammamiz borib iltimos qilib, o'sha bu yerga emas, katta kasalxonaga o'tkazaylik. Mayli. O'sha payt sizlardan biroz so'radik. Katta kasalxonaga o'tkazmoqchimiz, rozimisiz? Yo'lda yuragi to'xtab qolishi mumkin ekan. O'shalarga ham rozimisiz deb sizdan so'radik. Keyin roziligingizni olib, bu kasalxonaga olib keldik. Bu kasalxonada ham hammasini bosh qatdan tekshirib, operatsiyaga tayyor qilib, operatsiya qiladigan joyda o'zi yana tekshirishdi. Qilsak ham, qilmasak ham kechdi. 아빠, 아버지 말씀하시는 거는, 아빠는 다른 데에서도 이런 경우 들은 적이 많다고 하셔서요. 뜻은 계속 여기 누워 있어도 나중에 이제 약 계속 주고, 또 심장을, 뭐라고 해야 될까요? 심장 빼고, 다시 나을 수 있는 방법이 있냐고 계속 물어보셔서요. 수술하거나, 그래서 비슷한, 그런 방법도 한번 물어봐주라고 하셨어요. 이제 회복의 가능성이 있습니다. 근데 뇌가 단순히 손상을 받은 게 아니라 뇌 전체가 기능을 잃은 거기 때문에 회복의 가능성은 없고, boya sekin-sekin ishdan chiqishni boshladilar tanalari. Hozir yuragini zo'rg'a urib turibdi. O'shanga ko'p to'xtab qoldi. Hozir to'xtab qolishi mumkin deb turibdi. Mana qo'limizga kelgan dori-darmonlar. Hozir to'xtab qolishi mumkin. Hamma dorilarni ishlatdik. Sizni kutib turishdi. Siz kelishingizga dorilarni kuchaytirib, siz kelishingiz uchun ushlab turishdilar. Kelingiz o'zimiz qilishimiz. Ya bir uzilmaydi-da. Qanday uzamiz ishlab turganda. Yana biroz tursinchi, biroz muddat. Sekin biroz muddat ichida qo'llarini ta'minlatadi sekin. Nervlari uyg'onar bu nerv. Niyazi o'zi ishdan chiqqan